Assalomu alaykum Kezapchasi obunachilari. Kech bo'lishiga qaramasdan mana yana bir ishlarimizdan Jizzaxdan Instagramdan ko'rib aloqaga chiqishgan ekan ukalarimiz KSL mashinasiga oldidan yaxshigina DTP bo'lib qolgan ekan. Bunga original mobil zapchastini yig'ib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Faralari mashinalarning yili yangi ekan. Idealniysdan qilib beribdi. BU bo'ladi, testli. Bu lupaligi. Bunga qo'shimcha Dixolarni qilib aytamiz. Dixolari ham 2024 yillargacha yozib qo'ygan orqalariga. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu mashinaga oldi bamper zibori, zamon plastmassalari, ekran plastmassalari, mashinaning ekrani, kapotlarini qilib aytamiz. Kapot ham yangi original Mobis bo'ladi. Ukamiz shuning uchun tanladilar. Radnoyi ham bor deb biz bularga aloqaga chiqdik. Hop, bunga qo'shimchalardan podkrilni, nijniy облицовкалari, bamper tagida turadigan